Kobalti bor akalarimizga yaxshi taklifimiz bor. Agar sizda monitor bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa MERS deflektor qo'ydiradigan bo'lsangiz, buni yengisi ham bor, buvisi ham bor. Mabodoga men sizga hozir video davomida narxini ham, ma'lumotini ham tanishtirib o'tamiz. Monitor qo'yilgan bo'lsa, ramkasi 9 dyumga tushadigan tayyor 4 ta deflektor, soat avaringa mana o'sha deflektor ikkita yon qisminiki, o'rta chastiniki. Buni siz hozir shu ko'rib turganingizda aka kelishtirib berib oladigan bo'lsangiz, 790 ming so'mga mana shu komplektni berib olamiz. $100 sotilgan shu narsa. Bu yerda xohlasangiz mana bunaqa jigarrang daraxtsimon akoprint qilingan, bu ham o'zgacha. Okay, bu zavodskoy magnitofoningizga tushadi. Buni ham narxini xuddi shunaqa qilib beramiz. 790 ming so'm qilib beramiz. Mana soatlar mana shu komplekt. Buni bu yechilgan varianti bor. HD 4 ta deflektor pulida desa ham bo'ladi. Okay, 390 ming so'mga mana shu ko'rib turganinglarni berib olamiz. Bu o'zini zavodskoy magnitofoniga tushadi. Mana o'rtada aylanmasi ham bor, avarinkasi ham bor, alohida yechilingan. 390 ming, 790 mingdan yengisi ikkita komplekt, bu esa bir dona 390 ming so'm. Bu bo'yicha pastga nomer yozib qoldiramiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Buni Kobalti bor tanishingizga yuborib qo'ying, foydalanib qolsin. Salomat bo'ling.